بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hurmatli aziz eshituvchi birodarlar va opa-singillarimiz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo Qur'oni Karimning Hashr surasini 7-oyatida buyuradi: "Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." Ya'ni, va nima narsaki beribdir sizlarga payg'ambar, uni olinglar. Va nima narsaki mana qilibdir sizlarni undan tortininglar, ya'ni qilmanglar. Va Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat keltiradirki, bunday deb marhamat qilganlar: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Muttafaqun alayh. Va fi rivoyatin li Muslim: "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun." Ya'ni har kim bu dindan bo'lmagan narsalarni paydo qilsa, u narsa marduddir. Muslimning yana bir rivoyatida: har kim bizning hukmimiz bo'lmagan bir amalni qilsa, u narsa marduddir deb kelibdir. Azizlar, xizmatingizda bugungi aytadigan so'zimiz rasm-u rivojlar degan unvoni motahtida o'rin olgan. Azizlar, mavzuga kirishdan oldin shuni eslatib o'tishimiz lozimki, islomdan oldin arab va ajamda xilma-xil noto'g'ri rasm-u rivojlar mavjud bo'lib, zamon va makon munosabati bilan har millat va har qavm turli shakllarda bajaradilar. Islom kelgandan keyin bunday noto'g'ri rasm va rivojlarni rad etib, o'z payrovlarini qilmaslikka buyurdi. Chunonchi musulmon bo'lgan arablar o'z eski rasm va rivojlaridan voz kechib, aqidalarida, ibodatlarida, muomalatlarida, shod va g'amlarida qiladigan ishlarida islomni va islom ahkomini mukammal suratda tatbiq qildilar. Ammo ajamlar esa islom olib kelganlaridan keyin ham o'sha ilgaridan qiladigan ishlarini aksarini yo ba'zisini g'ofilan yo johilan islom yonida bajarib keldilar. Lekin musulmonlar orasida yo islomiy o'lkalarda yuz beradigan va bo'ladigan noto'g'ri ishlar albatta islomdan bo'lmay, kitob va sunnatga muxolif, ba'zilari bid'at va xurofot va hatto ba'zilari shirkiyot qabilidandir. Bu rasm va rivojlarni ko'prog'i haqqoniy olimlarni aytishlaricha Yahud va Nasoro, otashparast, nomuslim hindu va gumroh shiyalar tarafidan musulmonlar orasida tarqalgan. Musulmonlar yaxshi niyat bilan, yaxshi amal deb gumon qilib bajarib kelmoqdalar. Haloyinki har bir amal Alloh uchun va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining ko'rsatgan tariqalarida bo'lmasa, foydasi bo'lmay, balki sohibi amalni zarariga voqe bo'ladir. Azizlar, bizni islomdan iborat bo'lgan dinimiz o'z naviyatida komil va mukammal bo'lib, har zamon va makonda munosibdir. Kamaytirish va ko'paytirishga zarurati yo'q. Dindan bo'lmagan bir amalni savob bo'ladi yo din deb qilgani al-iyazu billah Xudo va payg'ambariga tuhmat qilganidir. Foydamizda bo'ladigan amalni yo ishni go'yoki Alloh va uning rasuli aytmagan bo'lsa, lokin bizlar bugun uning yaxshiligini bilib amalga oshiramiz degan ma'noni ifodalaydi. Agar xayr ish bo'lsa edi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblari o'zlari aytar edilar va qilar edilar. Va yo bovafo sahobalari, tobiin, tabi tobiin va yo din imomlari qilishadilar. Vaqtiki ular qilmabdilar, ma'lum bo'ladiki dindan emas. Qachonki dindan bo'lmasa, ul marduddir. Toki bir amalni islom dinimiz yaxshi demasa, bizlarni 100 marta, 1000 marta yaxshi deganimiz bilan yaxshi bo'la qolmaydi. Har narsani o'z joyiga qo'yib amal qilinmasa, uni zulm deyilur. Va shuningdek, olimlarni sukuti va yo xalqdan qo'rqib haqni aytmay
kitmon qilishi yo aytolmagani bilan bir amal joiz bo'lib qolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari meni sunnatim va hidoyat yofta xulafoi roshidin, ya'ni Abu Bakr, Umar, Usmon va Ali radhiyallohu anhumlar sunnatlariga amal qilinglar deganlar. Va yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men ikki narsani sizlarga qo'yib keturman. Agar bu ikkiga amal qilsalaringizlar hargiz yo'ldan adashmaysizlar va gumroh bo'lmaysizlar. Ul ikki narsa Qur'oni Karim va sunnati Rasulullohdan iboratdir. Musulmonlarni qiladigan har bir amali shu Qur'oni sunnatga muvofiq bo'lmasa e'tibori yo'q. Kim aytgan bo'lsa ham qabul qilinmaydi. Hatto Imom Abu Hanifa rahimahulloh janoblari aytganlarki, agar meni so'zlarim Qur'oni sunnatga muvofiq bo'lmasa, nafaqat olmanglar, balki uni devorga olib uringlar. Vaqtiki ayrim munosabatlar bilan qiladigan musulmonlar ishlari kitob va sunnatga barobar bo'lmasa, u yaxshi ish bo'lib qolmaydi, balki yomonlarni eng yomonidan mahsub bo'ladir. Domulloh sohibning sukuti xavfi va yaxshi degani uchun joiz, halol bo'lib qolmaydi. Qur'on o'qisa nima qiladi? Duo qilsa nima qiladi? Xayrot va sadaqat qilsa nima qiladi? Hammasi yaxshi ishlar-kudur degan e'tirozlarni ba'zi birodarlarimiz qilishadirlar. Bali, bular hammasi shubhasiz yaxshi ishlardir. Hech kimsa bularni yaxshiligidan inkor qila olmaydi. Ammo bu ishlarni tanho yaxshiligi o'zi kifoya qilmaydir. Modomiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tariqalarida bo'lmasa, qandoyki sahih hadisda bordirki, 3 kishi kelib azvoji mutahharotdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblarining qiladigan amallarini so'rashdilar. Javob olgandan keyin hammasi yaxshi niyat bilan amal qilishga azm qilishdilar. Masalan, hamisha roza tutamiz, xotin olmay kechasi namoz o'qiymiz deyishdilar. Birodarim, roza tutish, namoz o'qish yomon ishmi? Na, balki eng yaxshi ishlardandir. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari ularni bunday qilishlaridan mana qildilar. Dedilarki, bu qiladigan ishlaringiz meni tariqamdan emasligi uchun naravodir. Men xotin ham olaman, roza ochib roza tutarman, kechasi o'qilayman va namoz ham o'qiyman. Mana bu meni sunnatimdir. Mana bu meni tariqamdir. Va kimiki meni tariqamdan e'roz qilsa, meni ummatimdan emas. Va yana bir hadisda kelibdirki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari qiyomat kuni ummatlaridan bir guruhni maloikalar yetaklab do'zax tomon olib borayotganini ko'rib, qayerda olib borasizlar? Bular meni ummatimdandir deganlarida, farishtalar bular sizdan keyin bid'atlar qilib, rasm va rivojlarni bajarib, sizga muxolifat qilganlar deb javob qaytarishadi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari vaqtiki bundoq bo'lsa, men mundoq ummatdan bezorman, olib boringlar deydilar. Aliyozu billah. Rasm va rivojlarni din deb, savob deb bajargan kishilarga tavba nasib bo'lmaydi. Zeroki tavba vaqti bo'ladiki, uni gunoh bilsa, darholiki bu kishi uni savob bo'ladi deb qiladi. Qanday tavba nasibi bo'lsin? Fuloni olim va fuloni kishi o'tdi, ular bilmadilarmi? Ular mana qilmadilar. Agar nojoiz bo'lsa, nima uchun mana qilmadilar? Nima uchun aytmadilar? Hozirgi mullolar bildilarmikin? Va bu mullolar moshini yangi chiqqan va vahobilardirlar degan bema'no so'zlarni aytishdan haq sobit bo'lmaydi. Bu bahona va uzr bilan mas'uliyatdan qutula olmaslar. Chunki oldimizga mizon va tarozu bor. U yuqorida aytganimizdek kitob va sunnatdir. Bu kitob va sunnat yangi chiqqan narsa emas, balki eskidan dasturul amal bo'lib kelgan bir qonundir. Binobarin, dinda bo'lmagan har xil noto'g'ri aqidalarni va amallarni qilmaylik. Komil shaklda musulmon bo'lib, Alloh va Rasulining aytganini va qil deganini qilaylik. Yuz afsuski, bugun qancha rasm rivojlarni musulmon erkak va musulmon ayol vatandoshlarimiz orasida ko'ramiz. Har yilda, har oyda, har haftada, har kunda jo'sh xurush bilan
ado etadilar. Muhtaram eshituvchilar, shuni ham eslatib o'tishimiz joizki, bu noravo amallar ikki qismdir. Bir qismi shulki, zotan va vasfan subuti bo'lmay yomonu noravodir. Bu amalni na asliyati sobit va na kayfiyati. Bunday amalni shirku, bid'atu yomon bo'lishi bilkul ochiqdir. Ikkinchi qismi shulki, zotan kitob-u sunnatda subuti bor, ammo vasfu kayfiyatiga farq kelgani uchun noravo va bid'at bo'lgandir. Masalan, xayrot va sadaqat, duo va durud va shunga o'xshash boshqa amallar. Xayrot va sadaqatni asli kitob va sunnatda mavjud, ammo tayin zamon va makon uchun bid'at bo'ladir, yomon bo'ladir. Sol ichida qilmay, faqat daha deb Sha'bon oyini oxirida qilish. Hafta ichida qilmay, faqat juma kechasi qilish. O'lgandan keyin 3-kuni, 7-kuni, 40-kuni, sol butgandan keyin solona deb qilish. Va shu kabi isol savob uchun mullalar va qorilarni to'plab xatmi Qur'on qilib, non pishirib, pul berib marosim olmoqlik. Bularni hammasini subuti va asliyati Qur'on va hadisda bor. Lekin muqayyad va muayyan qilingani uchun xaroblik topilgan. Qayd va tayinsiz qilganida hech bir qabohat yo'q edi. Mayit ahliga ta'ziyat berilsin, non va pul bermay Qur'on o'qilsin, tayin zamon qilmay xayrot va sadaqat berilsin, bo'laveradi. Noravo emas, balki afzaldir. Bundan kim inkor qiladi va kim bunday ishdan mana qiladi? Falihozo bular Qur'ondan munkir, avliyodan munkir, duo va xayrotdan munkir deyishligini ma'nosi yo'q. Bu mavzuni yaxshilab tushunish kerak. Enim va singilim, sen oxir musulmonsan. Alloh va rasulidan payravlik qil va haqqoniy ulamolarning so'zlariga quloq sol. Mutaassib va dushman bo'lma. Islom har bir narsaga tarozi qo'ygan. Har bir qiladigan amalni taroziga o'lcha. Ul kitob va sunnatdan iboratdir. Shayton odam avlodini gumroh qilaman va yaxshi yo'ldan chiqaraman deb Allohga qasam ichgan. Xushyor bo'l, shayton hilalariga, do'zaxiga tushib qolma. Va shayton yo'liga yuradigan folchilar, jo'gilar, madorilar va nomnihod olimlardan uzoq bo'l. Muhtaram azizlar, bu muqaddimani yaxshilab bilganimizdan keyin endi asl mavzuga o'tishamiz. Musulmonlar orasidagi rasm va rivojlar juda ham ko'pdir. Vilodatdan olib to o'lgandan keyinga qadar rasm va rivojlar bordir. Biroq biz quyida mushtu namuna xirvor degandek aqida, ibodat, muomalat va kundalik qiladigan ishlarida bo'ladigan rasm va rivojlarni har birining haqida quyida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. 1. Mahfili milod. Sol ichida Rabiul Avval oyini 12-kuni bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vilodatlari kuni deb bayram va jashn oladilar. Odamlar masjidlarda, ayollar uylarda to'planishib, ibtidoda xatmi Qur'on qilib, keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavsiflarida Farsi va yo o'zbaki tilida yozilgan kitobni bir yaxshi ovozli kishi o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ismlari kelganda joylaridan turishib, hozir bo'ldilar degan e'tiqodda salom berishadirlar. Rang-gorang shirinlar taqsim bo'ladi. Har kim bir tabaq, 2 tabaq non qilib masjidga olib keladi. Ayni damda buni nafaqat savob, balki amallarni eng afzalidan hisoblashadilar. Savol buki, oyo bu jashn va mahfilni xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblari qildilarmi yo qilishga buyurdilarmi, yo Rasulullohdan keyin jon va mollarini fido qiladigan bovafo ashablari qildilarmi, yo tobiin, tabi'u tobiin va yo a'immai mujtahidin va yo muhaddislar qildilarmi? Qaysi hadisda va qaysi mu'tamad kitobda qilishlikni javozi bor? Vaqtiki mazkur zamonalarda qilinmabdir. Rasululloh o'zlari qilmabdilar.
va qilinglar deb hukm qilmabdilar. Ulardan keyin xulafoi roshidin Abu Bakr, Usmon, Ali, Umar radhiyallohu anhumlar qilmabdilar. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bizdan ham ko'ra yaxshiroq ko'rarlar. Jonlarini, mollarini qurbon qilganlar, qurbon qilarlar. Agar savob ish bo'lsa edi, agar yaxshi ko'radigan amal bo'lsa edi, ular hatman qilar edilar, qo'ldan bermar edilar. Vaqtiki ular qilmabdilar, ma'lum bo'larki bir mardud amaldir. Maxsusan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining hozir bo'ldi va yo bo'ladilar deb o'rnidan turgani o'zi bir kufri va shirki aqidadir. Hozir va nozirlik faqat Alloh taologa xosdir. Alloh taoloning sifatini boshqalarga bermoq, valavki payg'ambar bo'lsin, valavki vali bo'lsin, sobit qilishi islom aqidasidan bo'lmay kufrdir. Ulamolarning aytishlaricha, aziz muhtaramlar, bu milod mahfili Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotidan 600 keyin bir fosiq va fosid podsho tufayli vujudga kelgan. Yaxshi biling, bir fosiq va fojir va fosid podsho tufayli vujudga kelgan. Siz kimdan payravlik qilasiz? Rasulullohdan, xulafoi roshidindan, sahobalardan, ahli baytdan yo bir fosiq va fosid podshodan? Yaxshi tushuningizlar. Agar xayr va savob ish bo'lsa edi, 600 gacha bironta qilar edi. Sahobalar davri o'tdi. Tobiinlar, tabi'u tobiinlar xayrul qurun deb ataladir. Bular hammasi o'tdi. Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanbal, Imom Tirmizi, Imom Buxoriy, Imom Muslim hammalarini davri o'tdi. Bular hech qaysilari qilmadilar. Qachon? 600 gacha bironta qilar edi. 600 gacha qilinmabdi. 600 dan keyin bir fosidu fosiq, fojir podsho ijod qilibdi. Xayrul qurun zamonasida qilinmanligi noto'g'ri bo'lishiga bir ochiq dalildir. Azizlarim, buni men o'z oldimdan aymayaptim. Imom Zahabiy, Ibn Hajar Asqaloniy, boshqa ulug'vor olimlarimiz kitoblarida yozishgan, ummatlarga nasihat qilishgan. Yaxshilab bilaylik azizlarimiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning muhabbati jashn bayram olish bilan ado bo'lmaydi. Ularni siyratlarini har kuni biz mutolaa qilsak, ularni amallarini o'zimizni barcha sho'bai hayotimizda piyoda va zinda qilsak, ularni dardini, da'vatini, mehnatini, ummat uchun qancha fikrlarini borligini yaxshilab tushunsak, butun el uyquga yotib, butun el g'ofil bo'lib, hech bir narsa qilmay, lekin sol ichida ishimizdan qolib bir kun bayram va jashn olamiz. Bas payg'ambarimizning haqqi ado bo'ldi. Na birodarlarim, na eni singillarim, munchaman haq ado bo'lmadi. Birodarlar va azizlar, masalani tushunaylik, bunga amal qilaylik. 2. Mahfili Oshuro. Muharram oyining 10ida Oshuro kuni Hazrati Husayn radhiyallohu anhu ning shahodat kunidir deb jashn olib, motam va navha qilish. Qism avqotlar pishirib, xayrot va sadaqot deb faqirlarga berish. Ayni damda bu kunda qiladigan ishlarni eng afzal bilishlik va shu kabi boshqa noto'g'ri ishlar. Buni hammasi islom shariatida noravodir. Bu kunda bunday ishlarni qilishligi musulmonlarning ishi bo'lmay, faqatgina gumroh shiyalarning ishidir. Faqat Hazrati Husayn radhiyallohu anhu mazlumona shahid bo'lmagan, balki Hazrati Usmon G'ani radhiyallohu anhu ham mazlumona shahid bo'lgan. Va shu kabi Hazrati Umar ibn al-Xattob va Hazrati Ali radhiyallohu anhuma ham mehrobda va namoz holatda shahid bo'lishganlar. Oshuro kuni musulmonlarning qiladigan ishlari faqat roza tutishdir. Bu ham Hazrati Husayn uchun emas, balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining farmonlari uchundir. Chunonchi payg'ambarimiz Makka Mukarramadan Madina Munawvaraga hijrat qilib kelganlarida yahudlarni ko'rdilarki, bu kunda roza tutishadilar.
so'radilarki, nima uchun bugun ro'za tutasizlar? Bugun Alloh taolo Musa alayhisalomni qavmi bilan Fir'avndan najot bergan kunidir. Shukrona uchun ro'za tutamiz deb javob berishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari Musa alayhisalomga sizlardan ko'ra bizlar ko'proq haqdormiz deb musulmonlarga ro'za tutinglar, lekin yahudilarga muxolafat qilmoq uchun bir kun ilgari va yo bir kun keyin ham tutinglar deb farmon berdilar. Bu kunda qiladigan ish faqat ro'za tutishdir. Bas jashn olib, navha va motam qilish, qara kiyimlarni kiyib shiyalarga tashabbuh qilmoq, taqsim va xayrot va sadaqat va shu kabi bu kunda boshqa yuz beradigan noto'g'ri ishlar islom va musulmonlar ishlaridan bo'lmay, gumroh yo'ldan adashgan shiyalarni g'alat ishidir. Yuz afsuski, ko'p sunni birodarlarimiz va opa-singillarimiz ham bu kunda bilib yo bilmay ko'p ishlarni qilishadilar. Masalani tushunib og'o bo'linglar. 3. Rajab oyidagi rasm va rivojlar. Rajab oyining 27 tarixining kechasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblarining Me'roj borgan kechasi deb qismo-qism ovqatlar pishirib, namozlar o'qib, melalar va hilalar qilishadilar. Ayni damda bu ishlarni ko'p katta savob deb bilishadilar. Azizlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Isro va Me'rojlari Qur'on va hadisdan sobit va bir ma'ruf narsadir. Ammo qaysi oy va qaysi kun va qaysi kecha yuz bergan bu aniq emas. Binobarin Rajab oyini 27 tarixini Me'roj kechasi deyilgani durust emas va bu kechada Me'roj jashni va yo mahfili nomida qiladigan mazkur ishlar joiz emas. Zeroki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari o'zlari qilmagan va farmon ham bermagan va shuningdek sahobalari va ulardan keyin tobein, tabi'in, a'immai mujtahidin va din imomlari hech bir qaysilari bu ishni qilmaganlar va qilinglar va qilinsin deb ham ijozat bermaganlar, balki baraks nojoiz ekanligini aytishganlar. Falihozo rasm va rivoj motahtida qilinadigan ishlarni foydasi bo'lmay, balki zarari bordir. Tushunib uzoq turishimiz lozim. 4. Sha'bon oyidagi rasm va rivojlar. Sha'bon oyining 15-kechasini Shabi Barot deb xayrot va sadaqat qilish yonida har kishi kunida ro'za tutib va kechasi esa kamida 100 rakat nafl namozi o'qiydi. Hatto farz namozlarni o'qimaganlar va butun yil ichida masjidda biron marta ham musulmonlar jamoatida borib namoz o'qimaganlar bunga qattiq iltizom qiladilar. Bu kechani qo'ldan bermaydilar va bu kechada taqsim arzoq, baxshish gunoh, taqdir sarnavish bo'ladi deb e'tiqod qilishadilar. Bu bir rasm. Va ikkinchisi Sha'bon oyining oxirgi o'nida daha, arvohu padar deb odamlar xayrot qilishga boshlaydilar. Har kechasi bir tani uyiga jama bo'lib, xayrotni tanovul qilgandan keyin qo'l ko'tarib, duo qilib, so'ng bir qori va yo mullo kishi necha oyat Qur'ondan o'qib, murdalar ruhiga bag'ishlaydi. Azizlar, bu ishlar rasm va rivojlarga mabni bo'lib, dinda qaysi subuti yo'q. Nisfi Sha'bon borasida Ibn Mojada kelgan hadisi mavzu va yolg'on hadisi bo'lib, asosi yo'qdir. Chunonchi Imom Shotibiy rahimahulloh Al-I'tisom nomli kitobida nisfi Sha'bonda qilinadigan ishlarni bid'at va noravodan hisoblab, vorid bo'lgan hadisni mavzu ekanligini bayon qilibdir. Ammo Sha'bon oyini oxirida daha va arvohi padar deb qilingan xayrotlar va sadaqatlar ham rasm va rivojlarga mabnidir. Dinda va mazhabda qaysi subuti yo'q. Ammo nafsi xayrot va sadaqat biduni qayd va biduni tayin zamon va makon
qilgan joizdir. Xayrotni yegandan keyin Qur'on o'qib, qo'l ko'tarib duo qilishlari-ku aslan hech subuti yo'q bo'lib, noravo ishdir. Xayrotda qayd va tayin kelsa, uni makruh qiladir. Ya'ni savobi na xayrot qilgan odamga va na mayyitga yetadir. Balki befoyda bir narsani anjom beribdir. Masalani yaxshilab tushuninglar va unga amal qilinglar. Birodarlar, qarang qancha xasora. Shariat, sunnat muvofiqa qilmasak, na o'zimizda foydasi bor, na o'sha ota-onamiz, birodarimizki dunyodan ketgan, foyda yetkazaylik deb qilgan xayrotimizni ularga ham yetmar ekan. Ularga ham foydasi yo'q ekan. Nima foyda berdi? Vaqtimiz ketgan, pulimiz ketgan, yana ham na o'zimizga foyda, na o'lganlarimizga foyda bo'ldi. Falihozo birodarlar, qilmaylik. Rasm va rivojlarga amal qilmaylik. Bandadan qo'rqmaylik. Bandani malomatidan qo'rqmaylik. Bir nafar xayrotni boshladi, ena u ham boshlaydi. Ena u ham boshlaydi. Ena u ham boshlaydi. Nima uchun? Bandalarni malomatidan qo'rqadi. Agar shu ikki tabaq nonini qilmasa, odamlar aytadiki, noinsof, oqipadar, ikki tabaq ota-onangga xayrot qila olmading. Shu malomatdan qo'rqib, o'zini avgor qiladi, qarzdor qiladi, shu ishni lozim bajaradi. Azizlar, xayrot yo'li faqat ikki tabaq yo odamlarni uyga chaqirib mehmon qilishda munhasir emas. Xayrot yo'li ikki tabaq non qilib, odamlarni uyga chaqirib mehmon qilish emas, balki xayrot qilishni, sadaqat qilishni boshqa yo'llari ko'p. Nafl namoz o'qib savobini bag'ishlang, umra qilib, haj qilib savobini bag'ishlang, masjid tashlang, madrasa tashlang, sadaqai joriya, quduq, ko'prik va boshqa narsalarni qiling, savobini otangizga, onangizga, birodaringizga bag'ishlang, bo'laveradi. 5. Ulug'lar sohasida bajariladigan rasm rivojlar. Ulug'lar sohasida bajariladigan rasm rivojlar g'oyat ko'p bo'lib, raqamdir. Undan ba'zisi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. 1. Hilay isqot. Hilay isqot shundoyki, ulug'ni ahli bir parcha kolaga pul va bir nusxa Qur'oni Karimni qo'yib, masjidda o'ltirgan nomnihod mulloni oldiga olib kelib, isqot qilib bering deb aytadi. Bu nomnihod mullo yana necha mullalarni jamalab, halqa qilib, o'sha olib kelingan tugunga bir narsa, bilmayman, Taborak surasimi va yo boshqa narsa deyadimi, xufiya shaklda o'qib, so'ng yoniniki mulloga astariqi isqot bashimo baxshidam deb havola qiladi. Ul mullo ham ayni shu jumlani aytib, yoniniki mulloga beradi. Shu tartibda 3 marta shu tugun aylanib, avvalgi mulloni oldiga keladi. Ul mullo so'ng ahli mayyitga topshiradi. Ahli mayyit esa janoza namozidan keyin odamlarga, maxsusan mullolarga ko'proq berib taqsim qiladi. Bunday qilishdan hadaf o'likni zimmasidagi bor qazo namoz va qazo ro'zalarni soqit qilishidir. Azizlar, bunday masala islom dinida bo'lmay, hargiz joiz emas. Agar hila boisi najot bo'lsa edi, hila qilib baliq tutgan yahudilarni najot berardi. Bu hilalarni nomnihod mullolar o'z foydalari uchun vaza qilganlar. Sahih tariqasi shuki, mayyit vasiyat qilgan suratda har namoz va yo har kun ro'zasi tarafidan sadaqai fitr barobarida faqirlarga sadaqa berishdir. 2. O'lgan kunlarni amallari. Ahli mayyit tarafidan janoza namoziga kelgan odamlarga qara oshi deb rang-gorang 7 qism ovqat pishirib mehmonlik qiladi. Bir kundan keyin Fotiha nomi majlisini barpo qilib, tayin qilib qo'ygan qori sohib kelgan odamlarga birdan 100 marta ham bo'lsa Qur'on o'qib beraveradi. 3-kuni yana xayrot qiladi. Bir hafta komil har juma oqshami halavo qilib, necha chiniga ko'tarib masjidga olib boradi. Bir haftadan keyin oddiy shaklda har juma oqshami murdani ruhi hozir bo'ladi degan e'tiqodda non qilib xayrot beradi. Mullolar va qorilar ahli mayyit uyida to'planishib xatmi Qur'on qilishadirlar. Non yeb pul olishadirlar va shu kabi boshqa qiladigan noto'g'ri ishlar
ko'pdir. Azizlar, bu mazkur amallar va shunga o'xshash boshqa qiladigan amallar o'z naviyatida nojoiz va noravo bo'lib, asossiz bir narsadir. Mayyitni moliga tarakar bo'lmasdan ilgari hech kimsani tasarruf qilishi joiz emas. Janozaga uzoqdan kelganlarga na ahli mayyit, balki boshqalar non bersinlar. Sevum, panjum, chilum, solona degan rasm rivojlar nomuslim hindular tomonidan musulmonlar o'rtalarida tarqalgan. Va shu kabi boshqa ko'p qilinadigan rasm rivojlar gumroh shiyalar tomonidan kelgan. Lekin musulmonlarga qadimdan rasm rivoj bo'lib qolganligi uchun qo'y berolmaslar. Qilmaganda ham odamlar malomatiga qolurlar. Mullalarning sukuti ham ikki holdan xoli emas. Mulla oti bo'lib masaladan xabari yo'q. Halol va haromni bilmay o'zi qiladi, yo qiladiganlarga qo'shiladi. Ikkinchisi durust mulla va mavlavidir, ammo bid'ati yo xavfi mardum yo salbi mansabdan qo'rqib tasohul qiladi. Odamlarga haqni aytmaydi yoki shuni haq deb izhor etadi. Chunki ul odamlar o'rtalarida bonufus kishi bo'lgani tufayli odamlar so'ziga kiradilar. Qara degani oq va oq degani qara ham bo'lsa bovar qilishadirlar va bu rasm rivojlar qarshi turadigan kishilarga muxolifat qiladilar. Subhanalloh. Muhtaram eshituvchilar, qaranglar, bir o'yda musibat tushadi, otasi, onasi, inog'asi, avlodi o'ladi. Ul ahli mayyit qancha musibat holatda, g'am holatda bo'ladi. Lekin rasm rivojlar uni majbur qiladiki, o'sha kuni mol so'ysa, necha qism, bir qism emas, necha qism ovqat pishirsa, go'yoki u bir to'y berotdi. Go'yoki otasini, onasini, inog'asini, avlodini o'lganiga xo'sh, u boshqalarga to'y berotdi, shodi qilotibdi, xushlik qilotibdi, bu ma'noni beradi. Subhanalloh. Sizni biz qancha islomning ahkomidan uzoqmiz? Nima uchun tushunmaymiz? Sizni biz kimdan payravlik qilibdik? Sizni biz musulmon bo'lib payg'ambardan, Qur'ondan, Allohning ahkomidan payravlik qilamizmi yo nomuslim hindulardan yo shiyalardan? Bunchani bilaylik. Qancha rasm rivojlar o'rtamizda nufuz qilibdi. Agar biron haqqoniy mulla topilib, mavlay topilib rad qilsa, uni muqobiliga turamiz, muqobila qilamiz, zidlik qilamiz. Ha bu vahobi, ha bu xayrotdan munkir, ha qancha inqiloblarni qilamiz. Subhanalloh. Azizlar, masalani tushunaylik. Shu xayrot va sadaqat bizning zamonimizda ijod bo'lgani yo'q, balki Qur'on va hadisda aytilgan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning zamonlaridan, sahobalarning zamonidan qolgan narsa ular ham qilgan. Ko'raylik, ular qanday qilibdi? Ular qanday kechin xayrot beribdi? Ular qanday kechin sadaqat beribdi? Ularni ham ota-onasi o'lgan, ularni ham inog'asi, avlodi o'lgan. Ularga ham shod va g'amlik bor edi. Ular qanday qildi? Sol munosabatida qilinadigan rasm rivojlar mana shulardan iborat. 7 meva, qochi yo sumanak, Navruz bayrami, ashagalon va shu kabi seshanbilik va qarachiltan. Biz har biri borasida sizga qasqacha ma'lumot berib o'tamiz. Sol munosabatida qilinadigan rasm rivojlar. Alif 7 meva yo 7 meva. Ko'klam faslidan bir kecha oldin yangi yil va yangi kunni nishonlash uchun har bir uyda 7 meva hozirlaydilar. U shundoqki otidan ma'lumdir. 7 mevaning ichida bodom mag'zi, yang'oq mag'zi, mayiz, zardolu, gilos, pista, jida mevalar bor. Yuqorida aytib o'tilgan mevalarni birinchidan suv bilan yuvib, katta bir idishga suv bilan birga qo'shib, bir kunga qadar bu 7 mevani o'sha idishning ichida qo'yadi. So'ng esa sahar vaqtidan boshlab bu 7 mevani kichik idishlarga tashlab, birinchidan o'z qarindoshlarga, so'ng esa qo'shnilarga bo'lib beradi. Va shunday qilib ko'klam fasli Hamal oyining birinchi kunini eng shod tuyg'u va quvonch bilan bir-birlariga qutlug' bo'lsin deb boshlaydi. Bo qochi yo sumanak. Bu borada Murod Begim bibi 82 yoshli ayol bunday
deydi. Qochining tuzilishi shundaydirki, hamal oyidan 10 kun oldin qizil bug'doyni yuyib, idishlarga yuyutib, taxminan 3-4 kun suvning ichida turib, bug'doy neshlagandan so'ng patinuslarga ko'tarib yayratadi. Bu bug'doyni yog'mir ostida qo'yib ko'kartiradilar. Ba'zan esa yog'mir yog'maganda suv sepib ko'kartiradilar. Bug'doy 8-10 santigacha qadar o'sgandan so'ng qizlar, xotinlar yig'ilib, ushbu ko'kargan bug'doyni tosh ostida va kulchak mashinalar bilan tuyadilar. Undan so'ng tuyulgan bug'doyni bir katta idishga tashlab, suv va shirasini siqib oladilar va qo'lda kelgan shirali suvni 3-4 martaba jolili so'zgilardan suzib, 15 sera bo'lgan katta qozonlarga tashlab qaynatadilar. Va bu qaynab yotgan qochini xotin, qizlar o'z navbatida bir kafgir bilan o'zining xos bo'lgan qo'shiqlarini ko'ylagan holda qo'zg'alaydilar va boshqalar davchallab, chaqchaq urib, taxminan 7-8 soat muddati bilan qaynatib, qiyomga yetkazdirib hozirlaydilar. Natijada tayyor bo'lgan qochini o'choqning ustidan tushirib qo'yadilar va bu qochini esa shu kecha tomonidan o'tiga bir joli tashlab sovutadilar va tong otgandan keyin qochi halavosi, ya'ni sumanak halavosini butun qarindoshlar va qo'shnilarga kichik idishlarga solib taqsim qiladilar. Muhtaram azizlar, taban bu ikkisi ayollar tomonidan bajariladir. Ayni damda bibilardan qolgan yo bibilar uchun degan e'tiqodda qilinadir. Agar bibilardan murod Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xotinlari va qizlari bo'lsa, ular dar haqiqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining buyrug'idan boshqa ish qilmaganlar. Ularning dini va qilgan ishlari ayni islom dinidir. Ulardan hargiz bundoq ishlar rivoyat bo'lmagan va agar bibilardan murod boshqalar bo'lsa, nojoizligi bilkul oshkoradir. Islomiy emas, shaytoniy ishdir. Navruz bayrami. Navruz yangi ro'z yo yangi kun ma'nosini anglatadi. Hamda yilning birinchi oyi, ya'ni Hamal oyining birinchi kunidirki, buni Navruzi omma ham deydilar. Oriyoylar esa Hamal oyining 6-kunigacha Navruz bayramini nishonlash uchun ehtifol olar ekanlar. Navruz va mahragon islomdan ilgaridan qolgan rasm rivojlardir. Ayrim davlatlar, min jumla Afg'oniston o'lkasida hozirga qadar bajarilib kelmoqda. Ayni damda odamlar bu kun bayramini savob va boisi ajr ham deb biladilar. Rang-gorang taomlar pishirib, sol yaxshi kelsin deb jashn oladilar. Afg'oniston o'lkamizda bugun kuni ayrim joylarda, maxsusan Balx viloyatidagi Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga nisbat berilgan maz'um qabr oldida janda ham ko'taradilar. Yuzlab emas, minglab emas, balki millionlab odamlar bu marosimga ishtirok etadilar. Azizlar, bu ishlarni hech bir qaysisi islom dinida ravo emas. Qur'on va sunnatda subuti yo'q bo'lib, asossiz bir narsadir. Islom o'z payravlarini islomda komil shaklda kiringlar deb buyuradi. Agar biz 5000 yil buni tarixi bor deb faxrlanib qo'yib bera olmagan bo'lsak, 5000 yil oldin butparastlik va otashparastlik ham qilar edik. Buni ham qo'yib bermaylik. Islomdan ilgari har rasm rivojlar bor edi, islom ila tugadi. Bas, yana 5000 tarixi bor deganni nima ma'nosi bor? Va bundan ham ko'ra yomonroq ish shulki, yolg'ondan Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning qabri bor deb istionatu, istig'osa va shirkiyot va xurofot ishlarini bajarishdir. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Iroqda shahid bo'lib va shu Iroqda dafn etilgan. Afg'onistonda yo Farg'onada yo boshqa joyda qanday
bo'lib bordi. Oyo bizni aqidamiz va dinimiz bu to'qma afsona va doston bilan sobit bo'larmi? Afg'oniston o'lkamizda bu qancha katta balodir. Agar bu balolar Afg'onistondan ketmasa va yo'qolmasa, Afg'oniston o'ziga kelmaydir. Va shu kabi har bir shahar va har bir qishloqlarda bir mazor bordirki, odamlar va ayollar borib shirkiyot va xurofotlar anjom berishadilar. Oyo buni hammasi islomda joizmi? Oyo musulmon kishi shu ishlarni qiladimi? Ayollarni qabristonga borishi aslan joiz emas, ammo erkaklarni borishi ham faqat ibrat olish uchundir. Mavzuni tushuning, gumroh bo'lmang. Ashagalon qadim zamonlardan qolgan rasm rivoj va an'analardan biriki, Alloh taologa sig'inib, ya'ni iltijo qilinadi. Albatta, yog'mir yog'magan paytlarda xotinlar ashagalon qiladilar-ki, bu rasm rivoj bibilarimizdan qolgan deb aytadilar. Murodbegim bibi bu an'ananing namoyandasi sifatida shunday deb aytadi: biz ashagalon rasmini o'sha paytda yo zamonda bajaramizki, yog'mir yog'may, barcha yerdan chiqadigan o'simliklar qurib keta boshlasa va quyidagicha bajariladi. Birinchidan biz yog'ochdan tuzalgan kurakdan odamning paykarasi shaklida unga oyoq va qo'l sozlab, unga mos bo'lgan kelin qiz kiyimini kiydirib, o'sha qishloqning har bir uyida borib va shu yog'ochdan tuzalgan ashagalonning bahonasiga har ko'chaga tomlarning ustidan xotinlar, qizlar oftoba va satrlarga suv olib, ashagalon bilan keladigan qiz xotinlarning ustiga suv tashlab un sepadilar. Ana shuningdek, keyin bir suv kadining boshini qirqib, uning ichiga suv tashlab va bir uzun qimishni ko'ndalang va boshqa birisini uzuniga bog'lab, ashagalonning qo'shiqini ko'ylaydigan kishi qo'lini kodining ichidagi suvga o'l qilib va qimishini silab torta beradi va kodidan xos bir ohang in'ikos topadi. Undan keyin ashagalonning qo'shiqini o'qib, har uyga borib ashagalon uchun nazr, un, bug'doy, pirinch, pul yig'ib, uylardan yig'ilgan nazrlarni bir yerda to'plab, o'sha kunning ertasi bir kishining uyida birgalashib xayrot marosimini boshlaydilar va shu atrofda bor xotin qizlarni yig'ib non beradilar. Undan so'ng shu xayrot uchun yig'ilgan xotin va qizlarning hammasi tahorat olib, 2 rakat namozi istisqo, ya'ni yog'mirning yog'ishi uchun o'qiladigan namoz o'qib, Alloh taologa yog'mir yog'ish uchun sig'inadilar va duo va iltijo qiladilar. To o'sha ashagalon uchun yig'ilgan va qatnashgan ayollar, qizlar va yosh bolalarning iltijo va duolari Alloh taoloning dargohida qabul bo'lib, Alloh taolo lutf va karamidan o'zining bepoyon rahmatini yog'mir orqali elda marhamat qilsa. Ashagalon qo'shiqi quyidagicha ko'ylanadi: ashagalon to'g'ri, tuyib qolgan sog'ri, bug'doy bo'lsin g'unchalab, sag'ir sug'ur nonni yesin parchalab, ala inak bolasi, qulog'iga donasi, oqib ketgan bolasi, mag'rab qoldi onasi. Bug'doy sepgan dehqonlar bug'doyini tilaydi, yayloq ketgan qo'zilar ko'z o'ti deb yig'laydi. Muhtaram aziz birodarlarimiz, ayollar tomonidan bajariladigan bu ishi hargiz bibilardan qolmagan va ular haqida ochiq tuhmat va buxtondir. Yomg'ir yog'maganda faqat islomda istisqo namozi kelgan. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bajargan va ummat ham hozirga qadar bajarib kelmoqda. Bundan boshqasi hammasi xurofot va bid'at va noravodan iboratdir. Seshanbalik yana bir aqidali rasm rivojlardan va an'analardan biri seshanbalikdirki, ayollarning bu an'anaga ko'proq aqidasi bor. Bu an'ananing falsafasi bu yerdan boshlanadi. Yaxshi eshiting. Qadim zamonlarda bir podavon bor ekan. Uning 2 go'zal qizi bor ekan. Bu podavonning qizlari dashlarda inak boqar ekan va shu dashning bir darasiga bir qarri ayol yashar ekan. Bu qizlarning birtasi inagini dashtda o'tlatib, undan so'ng
suv bergani olib borganda ko'radiki, suvning labida bir pay oyoqqa kiyiladigan payzor tushib qolgan ekan. Buni olib o'ylariga keladi va bu esa podsho o'g'lining payzori ekanki, otini suv bergani olib borganda tushib qolgan ekan. Bir kun shu payzorning bir payiki o'zining oldida qolgan, buni olib bir qarri ayolning qo'liga beradi va shunday deyadi: agar shu bir payzor har qizning oyog'iga teng kelsa, men o'sha qizni olaman deb aytadi. Va bu qarri ayol shu payzorning hamma shahru atrof qolmay qizlarning oyog'iga kiydirib ko'radi, biroq hech kimning oyog'iga to'g'ri kelmaydi. Xalq aytadilarki, shu podavonning uyiga ham bir martaba boringlar. Ular borgandan keyin ko'radilarki, podavonning uyiga hech bir qiz ko'zga ko'rinmas edi. Qizning momasidan so'raydilar: hech kim yo'qmi? Momasi javob beradi: yo'q. Demak, momasining bir oq tovug'i bor ekan. Shular so'raganda shu tovuq o'choqning ustida borib qut-qut qilaveradi. Uyiga kelgan ayollar so'raydilarki: moma, bu tovuq nima uchun qut-qutlaydi? Momasi aytadiki: bilmayman bolam. Keyin ayollar borib ko'radiki, tovuq o'choqning ustiga qut-qutlaydi. O'choqning ichini ochib ko'radilarki, bir qiz o'choqning ichida o'ltirgan. Qizni chiqarib oyog'iga shu payzorni kiydirib ko'radiki, payzor shu qizning oyog'iga to'g'ri keladi. Shundan so'ng podshoning o'g'liga borib aytadilarki, biz butun shaharga aylandik, biroq sening payzoring hech bir qizning oyog'iga to'g'ri kelmadi. Ammo bir podavonning bir qizi bor ekanki, o'sha qizning oyog'iga to'g'ri keldi deb aytadilar. Va podshobacha esa har kimning oyog'iga to'g'ri kelgan bo'lsa, o'sha qizni olaman deb aytadi. Ana shundan so'ng podsho o'g'lining yulduzi shu sag'ira qiz bilan qo'shilgan ekan. Bir damda to'y bo'lib qoladi. Shundan so'ng sag'ira qiz momasining oldiga boradi va momasiga aytadiki, menga o'ylanganim uchun duo bering. Momasi duo beradi va qiz momasiga aytadiki, men sizga nima xizmat qila olaman deyadi. Va momasi unga aytadiki, menga har seshanba kuni bir qozonga umoch va uning ostida bir dona kumoch qildingki, hech bir erkak kishi yemasin. Mana shu seshanbalik qadim zamonlardan biz zamonagacha yetib kelgandir. Bu rasm rivoj va an'ana aksar ayollarda rivojdir. Demak, hozirgacha ham seshanbalik shaharlarda va qishloqlarda nishonlanadi. Ayollar uylarida non pishirib, bir joyda yig'ilishib, nonni yegandan keyin duo qilib, qo'llarini yuvib va o'sha uyning biror safar ketgan kishisining dasmoliga yo kiyimiga qo'llarini artadilar va o'sha kishiga duo qiladilarki, safardan sog' va salomat uyga kelsin. Demak, o'sha kishi safardan kelgandan so'ng o'sha dasmol yo kiyimning birinchi martaba uydan kiyib chiqadi. Muhtaram azizlar, ajib va g'arib bo'lgan dostonni eshitgandan keyin nima dersizlar? Qazovat boshimo. Oyo islomimiz shuni ijozat berganmi? Musulmon ayol kishi shunday ishni qanday qiladi? Afsus. Holbuki musulmon ayollar haftani har seshanba kunida bu ishni hozirga qadar bajarib kelmoqdalar. Xudodan qo'rqinglar. Ey kampirlar, Xudodan qo'rqinglar. Bu noto'g'ri ishlardan qaytinglar. Bu hargiz joiz emas. Xurofot va bid'at va noravo ishdir. Qirqchiltan yana bir aqidati rasm va rivojlardan biri qirqchiltandir. 79 yoshli Tursunbegim ayoli bunday so'zlaydi: agar bir kishi musofaratda bir qiyinchilikka uchragan bo'lsa, shu qiyinchilikni rafa qilish uchun ularning oilasi 40 chiltan gardanga oladi. 40 chiltan quyidagichadir. Masalan, bir kishi musofaratga ketgan.
uning onasi yo xotini 40 chiltan gardanga olgan bo'lsa, bir puxtali yeb va necha pokat shirini bilan muttaqi, parhezgor va namozxon qarri kampir ayolning oldida borib, o'sha puxtali yebni 40 joydan tugadi. Undan keyin o'sha qarri ayolning o'zi bir tugunini ochib, o'sha shirinidan 3-4 tasini olib, o'rniga 10-20 riyol yo afg'oni yo boshqa pul uning dasmoliga tashlaydi. Ana shundan keyin 40 chiltan olgan xotin 40 uyga borib, tugilgan yepning har bir tugunini ochib, o'sha shirinidan 2-3 tasini ham berib, keyin esa Allohu taolodan o'sha musofaratda bo'lgan kishi uchun o'zining istaklarini bayon etadi va ayollarning yuragidan chiqarib bergan pullarini yig'ib bozor borib, birinchi yog', go'sht sotib olib, 7 xil meva, jida, zardolu, nuqul, naxut, mayiz, zanjabil, yong'oqni qo'shib va 40 ta kulcha pishirib olib kelgan birinchi yog' va go'shtni palov pishirib, atrofidagi qavm Xesh va hamsoyalarini chaqirib non beradi va 40 chiltanga borgan xotinlar ham qo'llariga o'z sovg'asini olib boradi. Nonni yegandan so'ng dasturxonni aritib, tozalab, bozordan keltirgan mevalar va ayollar keltirgan mevalarning hammasini dasturxonning ustiga aralash qilib, shu mevalarni bir ayol o'sha 40 chiltan qilgan ayolning yetagiga tashlab, kelgan xotinlarga bo'lib beradi va 40 kulchani esa 40 ayolga beradi. Bularni yegandan so'ng ayni seshanbilikdek safarga ketgan kishining biror kiyimiga qo'llarini yugandan so'ng aritib, Qur'on o'qib, o'sha safarga ketgan kishi uchun duo qiladilar va qo'l yuyilgan suvni yerga to'kmay, balki uni biror hayvonga ichirtiradilar va yoki tomning ustiga tashlaydilar va dasturxonning ichida birta butun non va bir oynani qo'yib, o'rab qo'yadilar. O'sha safardan kelgan kishining o'zi dasturxondagi nondan no'shijon qilib, yuzini o'sha oynaga ko'radi va qo'l aritilgan ko'ylakni, kiyimni kiyib chiqadi. Muhtaram azizlar, bu ham o'sha seshanbilikdek bo'lib noravo bo'lgan bir narsadir. Bu ishlarga ko'proq qarri kampirlarni aloqasi ko'p bo'lib, boshqa xotinlarni tashviq bermoqdalar. Kampirlar Xudodan qo'rqsinlar, boshqalarni gumroh qilmasinlar. O'zlarini ketadigan vaqtlari ham qarib qolgan. Bu yoshda yaxshi din ishini qilib ketsinlar. Nima zarurati bor bu ishlardan? Bu ishlarni payg'ambar alayhisolatu vasallam qilmagan, sahobalar qilmagan, tobiin, tabi tobiin qilmagan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning azvoji mutahharotlari, qizlari yo sahobalarni xotinlari hech bir qaysilari qilmagan. Bibilarimizdan qolgan degani nima ma'nosi bor? Hazrati Fatima radhiyallohu anha qilmagan. Bu bir hiylayi, puch, xurofot narsa. Shiyalardan olingan yo nomuslim hindulardan olingan, islom dushmanlaridan olingan bir rasm rivoj. Musulmon bo'lib turib bularni qanday qilamiz? Tezlik bilan bularni qo'yib beraylik. Dehqonchilik sohasidagi ayrim rasm rivojlar. Dehqonchilik qadim zamonlardan, hatto Hazrati Odam alayhisalomdan boshlab bizga tomon yetib kelgan. Insonlar yer yuzida hayot kechirish uchun ushbu mushaqqatli ish bilan ro'zg'or beshigini tebatganlar. Shunga ko'ra, ayniqsa Afg'onistonda na tanho bu o'lkaning serhosilligi uchun, balki o'sha zamonlardan boshlab xalqimiz shu ish bilan shug'ullanib kelganlar. Demak, Afg'onistonning taqriban 95% xalqi shu ish orqali hayot kechirish uchun zahmat chekadilar. Shuningdek, bu sohada ayrim muhalliy rasm rivojlar borki, quyida biz bir nechitasini namuna uchun aytib o'tamiz. 1. Qo'sh chiqarmoq. Dehqonlar qo'sh chiqarish paytida bir qo'y yoki bir tovuqni so'yib, Alloh taolo va bobo dehqon haqida deb non qilib hamsoya va qo'shnilarga beradilar. Hikmati budurki, Alloh taolo ushbu dehqonchilik ishlariga xayr va barakat bersa, bu ish uchun birinchidan tong otgan tomondan boshlab
dehqon o'z belini bog'lab, o'kizlarining shoxini yog'lab, dehqon qo'sh haydash uchun ekinchilik yer ustiga boradi va shunday qilib o'z ishlarini davom beradi. 2 yig'im terim. G'allalar yetishgandan so'ng bir kun dehqonning o'zi borib 7 bog' bug'doy o'rib, dastlab qiladi. Bug'doylar o'rilib, xirmanlarga to'planadi. G'allalarni yig'ib kelgandan so'ng xirmanga tutib chapar qo'shadilar. Dehqon kecha kunduz o'kizlar bilan chapar haydaydi. Bir narsani qayd etib o'tish kerakki, dehqonkorlar o'shundoqki elak bor qo'sh chiqargan paytidagi bobo dehqon haqqiga non qilib beradi. O'shundoq oxirgi xirmanning ustiga ham bir qo'y yo echki qon qilib bobo dehqon haqqiga non qilib beradi. Polis yana bir an'anaviy rasm va rivojlardan biri dehqonchilikda budurki, dehqonkorlar polizning ichida bir yog'ochning ustida ot, eshak va yoki ham etning boshini qistiradi. Bu ma'nogaki qovun ham serhosil va katta bo'lsa va yo ham bir qizil parchani yalov qilib bir yog'ochning ustiga qistirib qo'yadilar, to qovun ko'zlanmasin deb. Azizlar, dehqonchilik sohasidagi bu rasm rivojlar nafaqat g'alat ish, balki shirk qabilidandir. Bobo dehqon otiga qon qilib qo'sh chiqarmoq, yig'im terim qilmoq hammasi yaramas ish bo'lib noravodir. Bundoq ishlardan musulmonlarni parhez qilishlari lozim. To'ylar sohasidagi rasm rivojlar. To'ylar sohasidagi rasm rivojlarning ayrimlarini quyida aytib o'tamiz. Nikoh va aqiqa to'yidan boshqasi, masalan, qo'l halollamoq to'yi yo 63 ga kirganda payg'ambar to'yi joiz emas. Va shu kabi kelin kuyov oldida o't yo'qib, ularni aylantirish, kelin kuyov oyog'i ostida mo'ma o'lish va shunga o'xshagan boshqa rasm rivojlar islomda joiz emas. Qadrli eshituvchi birodar va opa-singillarimiz, erkak va ayol musulmonlar o'rtalarida qilinadigan va yuz beradigan rasm rivojlardan bir xil namunalarini xizmatingizda aytib o'tdik. Bu rasm rivojlar qadim zamonlardan beri hozirga qadar bajarilib kelmoqda. Ko'p birodarlarimiz va opa-singillarimiz masala ularga yetishmagani uchun yo yetishganida ham quloq solmaganlari uchun qiladilar. Agar bizlar voqean musulmon bo'lsak, eshitgandan va bilgandan keyin darhol bulardan voz kechamiz, tavba qilamiz, yana do'bora qilmaslikka azm qilamiz. Zeroki bular bizni dunyo va oxiratimizga zarari bor, bizni halokatga elitadir, Xudoyimizni bizdan noroz qiladir, payg'ambar alayhisolatu vassalomning shafoatidan mahrum qiladir. Oxirda barcha eshituvchi birodarlar va opa-singillarimizga Alloh taolodan ofiyatlik, salomatliklarini tilab va foyda olgan bo'lsalar degan umidda Alloh taoloning hifz va inoyatiga topshiramiz. Yaxshi, sog' va salomat qolinglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.